Salom do'stlar, bugun sizlar bilan 2 daqiqada Google account ochishni o'rganamiz. Agarda siz Play Market, YouTube yoki shunga o'xshash ilovalarga kira olmayotgan bo'lsangiz, sizdan Google account so'rayotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, noldan tushuntirib o'tamiz. Buning uchun Play Marketga kirib olamiz. Play Marketga kirganimizda tepada qo'ng'iroqchaning yonida dumaloq tugma bor. Shuni bosganimizda shunaqangi oyna ochiladi. Bu joydan hisobni almashtirish bo'limiga bosamiz va bu joy pastga tushganimizda hisob kiritish joyi bor. Shu hisob kiritish joyini bosamiz va bu joydan bizdan parol so'raydi, ya'ni ekraningiz parolini kiritasiz. Agar raqam bo'lsa raqamda, barmoq izi bo'lsa barmoq izi, Face ID bo'lsa Face ID bilan ochasiz. Bu joyda ozgina vaqt oladi kirishga. Mana oynamiz ochildi. Bu joydan avval eski emailingiz bo'lsa, eslasangiz o'shani kiritasiz. Agar esla olmasangiz yoki bo'lmasa yangi ochmoqchi bo'lsangiz, hisob yaratish joyiga bosamiz va bu joydan shaxsiy foydalanish uchun shuni bosamiz. Bu joyda ism, ya'ni ism familiyani yozamiz. Bu joyga keyingi tugmasini bosamiz. Bu shart emas, ism familiya bo'lmasa ham boshqa narsa yozsangiz bo'ladi. Bu joydan tug'ilgan kuningiz, misol uchun shu tartibda yozamiz. Jinsiga erkak, ayol bo'lsangiz ayol, tanlamasangiz ham bo'ladi, nimasi yo'q, ziyon yo'q va keyingi tugmasini bosamiz. Har amaldan keyin pastdagi keyingi tugmasini bosamiz. Bu joyda sizga ko'rsatib beradi. Sizga variant xohlagansiz tanlashingiz mumkin yoki bo'lmasa shaxsiy deb yozsangiz, misol uchun men shuni yozdim, ism, familiya va nomerni oxirgi 4 ta raqami. Bu esdan chiqmasligi uchun va keyingi tugmasini bosamiz. Bu joyda bizdan parol so'raydi. Xohlang ismingiz yoki familiyangizni yozing. Boshiga misol uchun men familiyani yozaman va nomerimizni oxirgi 4 ta raqami va keyingi tugmasini bosamiz. Bu joydan bizdan nomerimizni tasdiqlashni so'rayapti. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Va nomer tasdiqlaganimizdan so'ng hisobimiz yaratiladi, ya'ni Google akkauntimiz ochiladi. Biror bir ilovaga kirishdan oldin o'sha Google akkauntni belgilab kirishingiz mumkin. Nomer tasdiqlashni ko'rsatmadim, ya'ni bu shaxsiy nomerligi uchun buni kesib tashladim. Agar savollaringiz bo'lsa, komment yozib qoldiring, hammasiga javob beraman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimiz xudo xolasa yana ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sog' salomat bo'ling.